Sen qanaqasiga? Bu yerda ham yo'q. Aftidan u yorug'lik zarralarini hamma yerga tarqatib yuborgan ko'rinadi. Yo'q, Mont, bu yerda nima qilyapsan? Men senga yangilik olib keldim. Demak, soyalar hukmdori sharqda yashiringan ekan-da. Lekin sen u yerga o'zim ko'z quloq bo'laman demaganmiding? Yoki yo'qmi? Aftidan hukmdorlar u yerdan biroz janubda. Lekin yana ozod qilishni rejalashtirayotgandek ko'rinadi. Shuning uchun u yerga o'zim boraman. Unday bo'lsa, soyalar monarxi nima bo'ladi? Agar u shartnomaga amal qilsa, hech qanday muammoga duch kelmasligi aniq. Aytmoqchi, senga yana bitta qiziqarli xabarim bor. O yerda eng yorug' nur zarrasi borligi aniqlandi. Yomon emas. Ammo buni aytish uchun shaxsan o'zing kelasan deb o'ylamagandim. Kutilmagan bo'ldi, to'g'rimi? Unday bo'lsa, uni menga bermoqchi bo'lsang, unda men qarshi emasman. Yana eng muhimi, sen uni o'zingga jalb qilishing kerak bo'ladi. Biz uni butun dunyo bo'ylab zarralar kuchi bilan aylanib yurishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Qiziq, nega u o'zidan bunday beparvo tarzda iz qoldirar ekan, ha? U kichkina oddiy yigit emasligi aniq. Sharqdagi kichkina yerlar. Sizlar Koreya haqida aytyapsizmi? Seni bu yerda nima ishing bor? Uni qoldirib biz ketishimiz kerak. Agarda bizni yo'qoldirmoqchi bo'lsang, bu yerdan yo'qolib ber. Sizlar shunchaki keta olmaysizlar. Demak, bu sen ekansan-da. O'sha bu yerni kezib, ukalarimni o'ldirayotgan o'sha kichkina odam. Ajoyib, juda ham yaxshi. Nafaqat bu yerga o'zing kelibsan, va yana bizni tilda ham gaplasha olarkansan. Ammo seni hayoting shu yerni o'zida tugaydi. Mening inalarim ko'pdan beri seni poylab turishdi. Xo'sh, xabaringlar. Hammasi shumi? Ha, rostdan ham sen hayratlanarli ekansan. Chiqinglar. Aftidan bu yerda hech kim yo'qdek ko'rinadi. Sen qanday qilib? Ablah! Ishni boshlang. Ahmoqlar! Sizlar nima birinchi marta jang qilyapsizlarmi? Savolimga javob ber. O'shanda va'da beraman, o'liming tez va oson bo'ladi. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Aftidan tizim menga har xil yo'llar bilan to'siqlik qilayotganga o'xshaydi. Mayli. Qachon bo'lmasin baribir haqiqatni bilib olaman. Cheji ovalidagi reydda 100-darajaga erishganimda bu narsa tasodifiy la'natlangan qutidan tushib qolgandi. O'ylaymanki, endi bugun foydalansam bo'ladi. Kartina ibodatxonasidan kalit. Menimcha uni topishga urinsam ham, uni topib olishimga dargumon bo'lishi mumkin. Qo'shaloq zindon
Tizim yana o'sha yerga ishora qilyapti. O'sha hammasi boshlangan joyga. Lekin men avvalgidek emasman. Va buni hammasi boshidan rejalashtirilgan edi. Agar meni hali ham kutayotgan ekansan, unday bo'lsa, men seni chaqiruvingni qabul qilaman. Meni kut. Men tez orada qaytaman. Tarash 112-bob. Yaramasdan qiychilar, meni xiyomimimni xafa qilmoqchi bo'ldilaringmi? Buni hech qachon kechirmayman. To'g'ri, har bir shikoyat bilan ovora bo'lish ma'nosiz, lekin Jinursin, bugun ham bitta shikoyat. Nihoyat xiyonimimning eng ashaddiy tanqidchisini hal qilishga muvaffaq bo'ldim. Yaxshi ishlading. Avvaliga yer yutib qayergadir g'oyib bo'ladi. Endi esa yerdan o'sib chiqqanday birdan paydo bo'ladi. Men yo'qligimda hech narsa bo'lmadimi? Deyarli hech nima. Lekin usti boshingga nima bo'ldi? Men hozirgina zindondan chiqqandim. Sen gildiyani qo'llab-quvvatlash uchun pul kerak deganding, to'g'rimi? Bu yuqori darajali kristallarmi? Shunday darajali zindonga bordingizmi? Endi xodimlarga maosh to'lash haqida qayg'urmasam ham bo'ladi. Xodimlar? Esingda emasmi? Menga yana bitta xodim kerak bo'ladi degandim. Ha, shunday. Gildiya yaratish uchun 3 kishi kerak, to'g'rimi? Direktor o'rinbosari va xodim. Lekin buning nima keragi bor? Menimcha o'zimizning ishonchli odamlarni yollagan yaxshiroq. Axir bu yetarlicha jiddiy masala. Xo'sh, mayli. O'zi nega buni muhokama qilyapmiz? Yechilish kerak bo'lgan yana bitta masala bor. Bizni gildiyamizga qanday non topishni o'ylab qo'ygandirsan? Shu shartmi? Albatta, bu juda muhim. Yoki ishlarimizdagi so'nggi bo'g'inlarni olsak, o'shanda Wuxo gildiyasi paydo bo'ladi. Sologa nima deysan? Nima? Axir bu yolg'iz kurashadigan ovchining gildiyasi-ku. Bu nima, hazilmi? Aftidan bu dunyoda hatto boshlig'imni ham qo'lidan kelmaydigan ishlar borga o'xshaydi. Axir bu yolg'iz-ku. Kim u? Bu Sunjinvo ovchilar gildiyasi ofisimi? To'g'ri, lekin siz kim bo'lasiz? Ovchi Chixain. Bu yerga nima olib keldi? Men gildiyaga qo'shilmoqchiman. Kechirasiz, yana bir marta so'rasam maylimi? Bu yerga nima maqsadda keldingiz? Boya aytganimdek, gildiyangizga qo'shilmoqchiman. U meni sarosimaga solib qo'ydi. O'zi aslida nimaga kelgan ekan? Sizni bu yerga assotsiatsiya prezidenti yubordimi? Nima? Uni bu yerga aloqasi yo'q. Unda ovchi Chixaojonin sizni haydab yubordimi? Yo'q. Unda sabab nimada? Nega bizning Solo gildiyamizga qo'shilmoqchisiz? Nima? Sizlar gildiyangizni Solo deb nomladinglarmi? Ha, biz buni allaqachon kelishib oldik. Gildiyada qandaydir muammo bormi? Sunjinvo, Solo deganing nimasi? Axir biz hammasini hal qilib olmadikmi? Men bunaqasiga kelishmagandim. Sen hech narsa demading. Shuning uchun men seni qarshi emassan deb o'ylabman. Xo'sh, shoshma. Avval tinchlanishim kerak. Men fikrimni bir joyga jamlay olmayapman. Shuning uchun tushunmayapman. Uning yurak urishi, nafas olishi va nigohi. U bu yerga kelishining asl sababi nima? Qiziq, nega ovchi Chexa bizning gildiyamizga qo'shilishni xohlab qoldi? Chixa xonim, uyg'onganingizga 2 yil ham bo'lgani yo'q. Sizni shartnomangiz gildiyangiz bilan tugagani yo'q, to'g'rimi? Jarimani to'lash uchun pulim bor. Jarimaga qaramasdan bizga qo'shilishni xohlayapsizmi? Lekin bizning gildiyamiz sizni pul mukofoti bilan taqdirlay olmaydi. Hojati yo'q. Meni bu narsa qiziqtirmaydi. Gildiyamizga qo'shilishni xohlar ekansiz, maqsadingiz nima? Siz uchun foydasiz bitim bo'lib qolmaydimi? Shunday deyish mumkinmikin? Albatta yo'q. Rostini aytsam, u meni aqldan ozgan deb o'ylashi mumkin. Boshidan yoqimsiz hid yo'q. Qandaydir muammo bormi? Siz rostdan ham ovchimisiz? Men unga qiziqqandim. U Li Mussonning matbuot anjumanini buzdimi? Kutilganidek, u S darajali ekan, lekin aslida u bunchalik yomon odam emas.
O'zim nima haqida o'ylayapman? Axir yaqinda Jojo orolida reyd boshlanadi. Garchi u menga e'tibor bermasa kerak deb o'zimni ishontirishga harakat qilgan bo'lsam-da, ammo bu zulmatda oxirgi yorug'lik kabi porlaydi. Og'riq va men hozir o'laman. Ammo Chiqa xonim, yaxshimisiz? qayerdaman? Biz vertolyotdamiz va ovchilar assotsiatsiyasiga ketyapmiz. Tez orada sizni kasalxonaga yetkazamiz. Ovchi Sun Jinvo ham reydga keldimi? Bilgandim. Bu tush bo'lmagan ekan. Bu safar aniq o'lishimga oz qoldi. Yoki men allaqachon o'ldim. O'limdan qochib qutula olmaydigan ahvolga tushib qolsam-chi, nima qilaman? Uni bunga ayta olmayman. Axir qanday qilib so'nggi nafasimgacha meni yonimda bo'l deb aytaman. Ha, yo'q. Unga nima bo'ldi? Yoki u menga bu haqiqatni ayta olmayaptimikan? Qizarib ketgan yuziga qaraganda, u nimanidir yashiryapti. U nimani o'ylayotganini bilmayman. U bularning barchasini uzoq vaqt rejalashtirayotganga o'xshaydi. Xo'sh, javobingiz qanday? Men qulay hayot kechirishni xohlayman. Qulay? Yoki bunga qarshimisiz? Albatta yo'q. Hozir u 22-23 yosh atrofida. Bundan tashqari Jeju orolidagi reyd paytida u og'ir yaralangan. To'g'risini aytsam, gildiyaga qo'shilish uchun testdan o'tishingiz kerak. Ammo ishga qabul qilish e'lonida hech narsa aytilmadi-ku. Bu narsa yaqinda qo'shildi. Jinho, pastga tushib ichishga biror narsa olib kel. Yaxshi. Xo'sh, qanday sinov? Nima? Qanday qat'iyat? Yoki menga ko'rindimi? Meni jangchilarimdan bittasini mag'lub etishing kerak. Meni baholash uchun shuni o'zi yetarlimi, Sun Jinvo? Xo'sh, meni raqibim kim bo'ladi? Siz uchun maxsus eng kuchli jangchimni tanlayman. Ajoyib. Testni qachon o'tkazamiz? Keling buni hozir qilamiz. Joyga kelsak, ovchilar uyushmasi yonidagi gimnaziyaga nima deysiz? O'ylab qarasam, gimnaziya bu yerdan ancha uzoqda ekan. Balki men bu imkoniyatdan foydalanib, boshqa odam bilan soya almashinuv foydalana olamanmi yoki yo'qmi sinab ko'rishim kerak. Yo'q, biz bu yo'ldan bormaymiz. Kechirasiz. Men borishning oson yo'lini bilaman. Buning uchun siz menga yaqin bo'lishingiz kerak. Bu yaxshimi? Ha. Soya almashinuvi. Nimaga ikkovingiz ovqat yemayapsizlar? Mana keldik. Qanday? Buni bilgandim. Xuddi meni o'ylaganimdek. Soya almashinuv xuddi darvoza kabi ishlaydi. Boshqa odam bilan sayohat qilishim buning isbotidir. Mening ostimda kirish joyi yaratilgan va belgilangan manzilda chiqish joyi yaratiladi. Albatta belgilangan manzil soyali askarlarning joylashuviga asoslanadi. 3 soatlik yo'l bo'lsa ham, men darvoza yaratish uchun mahoratdan foydalana olaman deb o'ylash aqldan ozarli. Agarda xohlasam, undan dunyoning narigi tomoniga sayohat qilish uchun ham foydalanishim mumkin. Boshlaymizmi? Men qirolimni o'zim bilan olib kelmaganimni esladim. Ha, ana u zindondagi asbobmi? Yo'q, u meni qirolim emas edi. Men hazillashdim, bu hazil edi. Men yaxshiman. Saqlash xonasida qabzga olish mumkin bo'lgan qirol bo'lishi kerak. Bu ovchilar uchun sport zali. Shuning uchun ko'plab zaxira qirollari mavjud. Eng yaxshisi bo'lmasa-da, ular odatda mashg'ulotlar uchun yetarli. Men tayyorman. Igres. U mening barcha soyali askarlarim ichida eng yaxshi qilichboz. G'olib qanday aniqlanadi? Jangsiz davom etguningizcha meningcha qibilgan hayvonimni yo'q qiling yoki-da taslim bo'ling. Men unga eng kuchli askarimni chaqirishimni aytdim, lekin ber bilan jang qilish uning uchun juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Xo'sh, unda biz boshlashimiz kerak deb o'ylayman. To'xta, u
qaysi qurollar qo'llanishiga ahamiyat bermaydi, to'g'rimi? Bir soniya ortga qarab tura olasizmi? Hop, mayli. Mana buni ol. Endi testni boshlaymiz. Yaxshi. Mayli unda, boshladik. Men kutganchalik tez. Agarda igrisini oddiy odamga qilganda, allaqachon o'lgan bo'lardi. Ishonchim komilki, bugun hech kim gimnaziyani band qilmaganda. Ha, janobgo. Gimnaziyaning ichki kamera tasmasini xonamga olay olasanmi? Albatta, janobgo. Ikkisi qachon keldi? Sun Jinvu bizga yordamga keldimi? Go'yo zamondan qolib ketayotgandekman. Kechirasan, lekin sen gimnaziyadagi barcha xavfsizlik kameralarini o'chira olasanmi? Kechirasiz janob, lekin faqat bugunni tekshirish kuni deb yoz. Tushundim janobgo. Yoshlar. Bu qora ritsar sizning eng kuchli askaringiz ekanligiga ishonchingiz komilmi? Men uchun eng kuchli askaringizni chaqiraman dedingiz. Endi uni shu yerga chaqiring. Ammo sen jarohat olishing mumkin. Menga baribir. Men revansh o'tkazishni xohlayman. Bilganmiding? Ha, men hayvonni shaxsan ko'rdim. Va shuningdek, uning kadrlarini shaxsan o'zim tomosha qildim. Bero. Sizdan yana so'ramoqchiman. Sizni bunga rozi ekanligingizga ishonchingiz komilmi? Soya askarlari chiqarilgandan keyin ular tirik bo'lgandan ko'ra zaif bo'lishadi. Ammo shunga qaramay, beri ovchilarni o'ldirish uchun yaratilgan. U qirol bo'lish uchun tug'ilgan. Agarda u Chayxayinga qarshi borsa, uning g'alaba qozonish imkoniyati. Qirolim, bu odamni nima qilay? Unga zarar yetkazmasdan uni mag'lub qilishing kerak. Xo'p bo'ladi, qirolim. Sun Jinvu, bu maxluqqa qarshi kurashganmi? Bularni qo'y. Agarda uni xafa qilsang, meni jahlimni ko'rasan. Xo'p bo'ladi, qirolim. U ochildi. Bu mening imkoniyatim. Nima? U o'tgan safargidek harakat qilyapti. Shuni rangga 2 marta tushadi deb o'ylayapsanmi? Qirolim menga bitta buyruq berdi. Dushmanga zarar yetkazmasdan yengish uchun men unga qanchalik kuchli ekanligimni ko'rsataman va uning jang qilish istagini yo'qoladi. Oddiygina vazifa albatta. Men hali tugatganim yo'q. Bu o'yinning natijasi hal bo'lganga o'xshaydi. Endi yetarlimi? Hali emas. Men hali jang qila olaman. Instinktiv ogohlantirish. Qanday jur'at etding? Tirik mavjudotlar yirtqich yoki o'lja ekanligini bilishlari uchun bir qarash kifoya qiladi. Yirtqichlarga qarshi turgan o'lja chidab bo'lmaydi.
Qilich vaqsi. Menda faqat bitta imkoniyat qoldi. Menda yetarlicha ma'no qolmadi. Shuning uchun men bu mahobatdan faqat bir martagina foydalana olaman. Lekin bu yetarli bo'lishi kerak. Mahorat. Nur qilichi. Yo'q. Bir lahzaga Beruning xayolida tez va sodda buyruq paydo bo'ldi. Tug'ilganidan malika tomonidan unga berilgan buyruq. Uni uzoq vaqt unutilgan buyruqlarni eslashdan hech narsa to'xtata olmadi. Bu instinkt edi. Dushmanni yo'q qilish. O mening dushmanim. To'xta! Men senga to'xtashingni aytdim-ku. Yaxshimisiz? Ha, albatta. Qirolim, meni kechiring. Nimaga o'zingizni bunchalik qiynayapsiz? Bizning gildiyamizga qo'shilish uchun bu qadar uzoqqa borishingiz shart emas. Bu faqat sinov edi. Nomsiz gildiyaga kirish testi. Sizga o'xshagan ovchi o'z hayotini xavf ostiga qo'ymasligi kerak. Va bunga arzimaydi. Xo'sh, nimaga bunday uzoqqa boryapsiz? Yana hech narsa demaysizmi? Uning niyati nima ekan? Balki siz menga qiziqdingizmi? Nima? Bu ham emasmi? Men uning nima qilayotganini ayta olmayman. Ha. Men shunday fikrdaman. Qarash 115-bob. Amerika ovchilar assotsiatsiyasi. Biz juda afsusdamiz. Men bu yerga kechirim so'rashlaring uchun chaqirmadim. Bu qanday sodir bo'lgani haqida gapiringlar. Selnerning kuzatuv hisobiga ko'ra, ovchi Sun Jinvu qirollardan biri sifatida aniqlandi. Nima? Selner xonim, demoqchisizki Sun Jinvu milliy darajadagi ovchi bilan taqqoslanadigan kuchga egami? Aftidan sizga bu haqida ozgina tushuncha berishim kerakga o'xshaydi. Uyg'onganlarning hammasi boshqa tomon bilan bog'liq kuchga ega bo'lishadi. Men esa bu aloqa kanallarini ko'ra olaman. Ba'zida esa boshqa tomondan keladigan kuch juda katta bo'lgan. Uyg'onganlarnikini ham ko'rganman. Ularniki esa go'yo olmosdek porlab turardi. Men ana shunday odamlarni qirol deb atayman. Biroq men unda umuman bu narsani ko'rmadim. Uning ko'zlariga qarashim bilanoq xuddi zulmat menga tikilib turgandek bo'ldi. Ha, u aniq zulmat edi. Demak zulmat. Ya'ni aytmoqchisizki, Sun Jinvu yovuz kimsami? Aniq bilmayman. Ovchi Sun Jinvu kuchining tabiati, u yaxshi yoki yomon, bunisi menga qorong'u. Men bu kuch qayerdan kelayotgani haqida gapiryapman. Ovchi Sun Jinvu u tashqi kuchlardan foydalanyapti. U men aytayotgan kanallar orqali kuch olmaydi. Aksincha, kanallar bilan cheklanmagan holda o'z kuchi bilan harakat qiladi. Ya'ni bu shuni anglatadiki, uni kuchi cheksiz, shundaymi? Xonim, siz yaxshi ishladingiz. Janob, qayerga ketyapsiz? Zindonning 24-qavatiga. Men bilan yur. Agar biz Selner xonimning kuchidan foydalana olmasak, boshqa yo'lni topish yetarli bo'lmaydi. Eng birinchi S darajali zindonni eslaysanmi? Albatta, AQShning g'arbiy qismi oyog'i osmondan qilib qo'ygan dahshatli zindon portlashi. Axir buni unutib bo'larkanmi? Amerika tomonidan katta pul uchun chiqarilgan eng kuchli ovchilardan faqatgina 5 tasi tirik qolgandi. Va Qo'shma Shtatlar ushbu 5 tasiga ma'lum hukumat darajasidagi imtiyozlar berilgandi. Va shundan keyin milliy darajadagi ovchi darajasi tushunchasi kelib chiqqandi. Olovi hech qachon o'chmaydigan ajdarho Kamish. U yolg'iz o'zi o'nlab ovchilarni yo'q qilgandi. Agar o'sha maxluq bizga kichkina sovg'a qoldirgan desam ishonasanmi? Nahotki? Ha, topingchi. Qara, Kamishning tanasidan qolgan runa toshi. Uning qoldirganiga ham ro'ppa rosa 8 yil bo'ldi.
O'sha 5 tasi orasida sehrgarlar yo'q edi. Tosh esa shu kungacha sovuq yerlarda o'z egasini kutgan. Kamish bu go'zal yurtga yana bir bor qimmatbaho sovg'a qilishga tayyor turibdi. To'g'ri, men o'sdim va ozgina yaxshilandim, lekin hammasi shumikan? Bunaqasi ko'chadagi har ikkitasida bor. Buning hammasi qayta uyg'onganim tufaylimikan? Butun tanani tiklash ushbu ta'sir tufayli barcha kamchiliklarimni yo'q qildi. Singlim, ha, men haqimda nima deb o'ylaysan? Ya'ni, masalan, erkak jozibasi va shunga o'xshagan. Nima? Nega birdan qandaydir narsaga egaman deb o'ylab qolding? Ajoyib baholash uchun rahmat. Agar to'g'risini aytsam, oilamizdagi parazitsiz. Xoy, oyog'ingni sindirib olasan. Nima? Meni kimligimni unutib qo'ydingmi? O'zi bu qovoqda nimadir bormi? Nima? Umuman olganda men maktab baho bo'yicha birinchi o'rinda turaman. Bular shunchaki amaliy testlar. Aytmoqchi, men o'z gildiyamni ochish haqida o'ylayapman. Oho, endi boshliqning gapiga quloq solishim kerak bo'larkanda. Agar hamma narsa silliq ketsa, xo'sh, Solo nomiga nima deysan? Nima, hazillashyapsizmi? Boshqa nom qurib qoldimi? Nima, g'alati eshitiladimi? Axir sizni kuchingiz jangchilaringizni chiqarishda-ku. Ya'ni siz texnik tomondan yolg'iz ishlamaysiz. Ha, bir tomondan to'g'ri. Unda qanday maslahat berasan? Jin gildiyasiga nima deysan? Men Jin esa darajamni ko'taraman degani. Jin, garchi bu meni ismimni teskarisi bo'lsa ham, xo'sh, ajoyib eshitilyaptimi? Yomon eshitilmayapti. Menimcha shunday. Jinursan, nega bunday dedim o'zi? Axir bu ochiqdan ochiq iqror bo'lish-ku. Bunday holatda gildiyaga qo'shilish o'rniga yaxshiroq yo'l bor emasmidi? Xudoyim, u meni qandaydir ahmoq deb o'ylagandir. Lekin u meni asrab qoldi. Albatta unga qiziqaman-da, yoki yo'q. Bo'ldi, mavzu yopildi. Yo'q, yopilmadi. Hammasi yaxshi emas. Garchi men ovchi Byong-gung davolash sehri orqali tirik qolgan bo'lsam-da, baribirga ham yetkazing. Unga yetkazing. Unga ehtiyot bo'lishi kerak ekanligini yetkazing. Ovchi Sun Jinvoga boshqarayotgan kuchi bilan ehtiyot bo'lishi kerakligini yetkazing. To'xtangchi, o'sha payt men ovchi, men Byong-gunni ko'rgandim.